Assalomu alaykum, grupamiz obunachilari. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda yana bitta mягкий, yumshoq mebelimizni ta'mirlangan holati. Mana sizlarga ko'rsatib o'taman. O'zi stullari ham kelgan holatda shunaqa edi. Bularni kamchiligi ko'pligi uchun bularni yangilamadik. Mana yangilagan holatimiz. Kraska qildik, buni sidinalarni almashtirib, machalka qilib, materiallarni almashtirdik. Yumshoq mebelimizga kelsak, bu mexanizmli spanning ham bo'ladi. Buni ponni qo'llari ham yomon bo'lib ketgan ekan, qo'llarigacha almashtirdik. Qo'l qo'yadiganlariga kelsak, bularga mana akrildan chiroyli qilib ustiga qo'ydik. Qolgan joylarini ham ko'rishingiz mumkin. Birli machalka bilan qovib, boshqatdan ustini qopladik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana divan kreslolarimiz bitdi, ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha ta'mirladik. Baho berasizlar. Jinni murakkabroq ish ekan.